yoshligimizda para o'ynardik, lanka. Eshak minda o'ynardik, podsho vazir, 5 ta toshni chuqurchaga tashab. Yigirchak ham o'ynardik, qulachak ham o'ynardik, boychechak ham boylanib uyma yurardik. Kimdir uyida to'y bo'lsa, bizda so'zashdi deydi, sabzarishti kuni. Agar o'g'il to'y bo'ladigan bo'lsa, novvos so'yishardi, novvosni old oyog'imi yoki orqa oyog'ini arqonga boylab endi uzib berishardi, qassoblar bilardi. Orqa oyog'ini uzib bersa, maza qilib arqonni baylab turib, uymi tuyoq tiriltirib bering deb solardik. Mashinangga ham o'sha. Xullas, bo'ldi, gapirib olay. Tuyoq tiriltirib bering deb ostonada tuyoqni yerga urardik. 500 so'm, 1000 so'm tarxis qilib olib chiqib berishardi. Bugungi yoshlar bunaqa narsani bilmasa ham kerak. Yana nima eslaringda bor, o'rtoqlar? Shu 88-yillar, 90-yillar menimcha yodida bor. 216